Novas necha pul oldi og'a? 19 million so'm. Zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari 1.5, boqma Novas ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod chorva bozoridamiz. 25-iyun hafta kuniga payshanba akalar. Ko'proq qo'y narxlari haqida bo'ladi videomiz. Ichkariga kirib bir qator qo'y narxlarini so'rab surishtirib, tashqariga chiqamizda mol qo'ylarda aralashiga narxlarni so'raymiz endi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ikkita qo'zichoq chiqyapti. To'roy plus minusdagi bitta sariq, bitta qorasidan ekan. Aka necha pul bo'ldi? Aka necha puldan bo'ldi bu? 6 million ha? Qo'chqormi, so'liqmi? Bitta qo'chqor, bitta so'liq 6 million so'm bo'ldi akalar. To'royli plus minusdagi bitta qo'chqor, bitta so'liqcha ekan akalar. Sekin ichkariga qarab ketaveramiz endi. Aka necha pul bo'ldi? Yana bola. Qaytdimi? 21 million so'mdan qaytibdi akalar. Bolasi Xunajin aka 21 million so'mdan qaytibdi. 14 million 200 ming so'mga Novoscha sotilibdi. Ko'chati zo'r ekan ama jonivor. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin akalar. Aka necha pul bo'libdi bu? 21? Bo'g'oz 21 million so'mga. 7 oylik bo'g'oz ishyapti. Barakasini bersin sekin. Boqma qo'chqorlar. So'ysa ham bo'ladi, boqsa, dalshi boqsa ham bo'ladi. Aka necha puldan narx aytilyapti? 6 million. Bozor necha pulga bordi? 5,5 dan. 5,5 million so'mga arzon, lekin akalar to'g'risi arzon. Wall 5,5 million so'mga hozir bu yerda ichkarida 3,5-4 million so'mga 3 oylik, 4 oylik qo'zi qo'chqorlarda oladi. Buncha boqib 5,5 million so'm quturgan bo'lsa arzon. Qo'chqorlar necha puldan? 6 milliondan. Bozor necha pulga bordi? Bir joyga 5,5 dan. Bir joyga 5,5. Uyda davomi bor. O'tgan bozor oldik sizdan. Bo'ldi. Nomer beraveramiz a? Aytavering. 91lik 688 2177. Akalar to'y va boshqa marosim, aqiqa, ehsonlik hamma narsaga qo'chqorlar tushaveradi. Uyda nechta bor? 50-60 ta qo'chqor bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni bexijolat kelishtirib, bozorga nisbatan arzonroq qilib berishaveradi. Hafta kunini boshqa kunlarda ham masalan bozor bo'lmaydigan bo'lsa, akaga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Bog'dodda. Uchko'prik Puchiqoyda. Uchko'prik Puchiqoyda. Akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Uydan borib olsalaring ham bo'laveradi. 2 dona sarig'idan, qorasidan. Aka necha pul ekan qo'chqorlar? Qo'chqorlar 5 dan kam. 5 dan kam bor. Bozor necha pulga bordi? Bozor hozir jazma so'radi, 8,5 qiladi ikkitasi. Ikkitasini 8,5. 4 million 250 ming so'mdan. Qo'y narxlari sal pastladimi, deymi? Hozir orqa tomondan uzoqroq rakursdan bitta ko'rsatamiz. 4 million 250 ming so'mdan narx qilishyapti. Bo'ylari 70 santimetrga borib qoladi. Boqma baribir. 8-9 oylik qo'chqorlar. 10 oylikka bormagan lekin. 4 million 250 ming so'mdan ikkalasini 8,5 million so'mga so'rashyapti ekan. Berishmayapti. Ular ikkitasini berishmayapti ekan bir joyga. Bozorlarda mana katta qo'chqorlar sotuvi sustroq. Buni ham so'raylikchi. Aka qo'chqorlar necha puldan necha pulgacha? Qo'chqorlar 6,5 dan 5,5. Kichkinalar necha pul? 5 pastidanmi o'shalar? Mana shu tentak 4,5. 4,5 million qildi. Bu aylama bu qo'y shekilli. Sal jinniroq. Yana bor uyda xudo xolasa. Nomerni ayting. Cheklanmagan ha? Bo'ldi. Nomer ayting. 99 265 0114. Akalar qo'chqorlarning katta kichiklaridan hammasidan bor. 6 millionlik, 5 millionlik har xil holatidan bor ekan lekin. Qo'chqorlar yaxshi. Bitta shu tomi ketganroq bor ekan, undan tashqari hammasi zo'r. Bo'ylari 70 dan 85 santimetrgacha qo'chqorlar bor ekan. Qo'chqor so'liq aralash yarichkalaridan ham bor ekan, yarichkalaridan.
Sekin hozir tashqaridagilar qo'chqor shekilli. Ichkarida ham yana bor ekan. Hozir bir qator narxini so'raymiz endi. Narxi necha puldan ekan bularda? Narxlar necha pul bularda? 5 dan kami bor. Bozor necha puldan sotildi bozorda? Sotilishi. Necha pul? 4,5 pastida bormi? 4,5 pastida. 5 dan aytilishi kami bor ekan. Ichkarida so'liqlaridan ham bor. So'liqlar necha pul? 4,5 dan kami bor. So'liqlar 4,5 million so'mdan kami bor. Qo'chqorlar 5 million so'mdan kami bor. Dastlabkasi bor. Uyigacha olib borib beramiz deyapti. Bo'ylari 65-70 santimetrda. Qo'chqor so'liq aralashidan. Akalar, narxlar bular aytilishi. Sotilishi baribir boshqa. Ancha kamini qilib berishadi. U yog'i endi o'zingizni savdo qilish san'atingizga bog'liq aka. Telefon qilsangiz narxlar kelishtirib berishaveradi. Aka, nomerni aytib yuboring. Nomerni 91 203 06 77 ga aloqa qilishaverasizlar. Bozorda eng oxiri orqa tomoniga ham kelib oldik. Ena bolalar. Aka, nech pul aka ena bolalar? Qaysi biri egizchi? Bunisimi? Bunisi. Bolalari ikkala yotgan shekilli, o bergisi. Ikkalasi ham qo'chqor. Nech pul aytyapsiz? Nech pulga bordi? 12 million 800 ming qilishdi. 14 baho aytyapman. 14 million narx aytilyapti. 12 million 800 ming so'mga bordi. Nargisini bolasi qanaqa? Qo'chqorniki o yotgan. Uniki ham qo'chqor, ha? Bo'ylari 80 santimetrdan baland. Bu onalari ham gigant ekan, ammo egizisini olib boqsangiz, mana shunaqasidan olib boqadigan bo'lsangiz, bolani zo'r beradi. Yaxshi qo'chqorga qo'shadigan bo'lsangiz, bolani zo'r beradi, xudo xolasa. Aka, yana bormi ena bola uyda? Yo'q, mana shu holat, ha? Nomer beraveramizmi? Beraveramiz. Aytavering. 77lik 77lik 355 355 50 47. Aloqaga chiqarasizlar. Agar 12 million 800 ming so'mga Donabayga hisoblaydigan bo'lsangiz ham, bolalarini o'zi ham 3 million 200 lik, 3 milliondan baland o'qib qo'ygan. Ikkalasi ham qo'chqor ekan. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Aka, yana bolalar nech pulga bordi? Bunisini 68. Aha. Bunisini 93 deyishadi. 93. Bunisi so'liq, bolasi qo'chqor. bolasi, buniki so'liq, bittasiniki qo'chqor ekan, ha? Buniki qo'chqor, buniki so'liq. O'zi mana enasi ham yaxshi ekanda. 6 tushga borgan shekilli. Ha, 6 tush. Bunisi Bolasi so'liq ekan. Mana uni onasi zo'r ekan, ammo bo'ylari 80 sm, 75-80 deydigan bo'lsangiz, narxlari yaxshi ammo. Egizchi nech pulga bor tog'a? 81 ga. 8 million 100 ming so'm. Bolalarmi qo'chqor so'liq? Bitta qo'chqor, bitta so'liq 8 million 100 ming so'mga boribdi. Enasini bo'ylari 70 sm plus minusda. Bolalari ham yaxshi. 15 kunlik bo'lib qolgan menimcha. 15 kunlik plus minusida. Kelar savdo bo'lgan joyidan olamiz desak, savdosi hali bo'lgan yo'q, lekin tashqariga chiqishlari yaxshi bo'lyapti. Sotuvlari yaxshi, faqat nima deydi, savdolari ja unaqa pishvorga yo'q ekan. Mana shular Qirg'izistonning qo'ylarimi deyman. Aka, bular Qirg'izistonning qo'yi shekilli. Nech puldan narxi? Nargi akami? Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz, ha? Bo'g'ozi ham bor, gumoni ham bor. Aka, narxi nech pul buni? 6 dan kami bor. Ha, o'tib beramiz. 4 tush, 2 tush. 4 tush, 2 tush, 6 tush ham bor. 6 tushi ham bor. 6 million so'mdan kam bor. Toza Qirg'iziston xudo xolasa. Bo'ldi. O'sha biz bittara bilindi-da. Nomerni ayting. 97lik 97 501 50 95. 501 50 95 manzil Uchko'prikda. Manzil Uchko'prikda akalar, 6 million so'mdan kami bor. Rostdan toza Qirg'izistonning qo'ylari o'zi bozorda ham ajrab turibdi. Uzun bo'lib ajrab turibdi o'zi. Kelar ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Sariq yarichkalardan olaman deganlarga so'rovlar nech pul? Mana shu juni olinganlari endi aralashiga xullas. Suratasi ko'rganman qildi mana. Aha. To'rt. 4,5 ustiga qo'shilsa berilaveradi, xudo xolasa.
Bular Qo'chqorga qo'shilmagan hali. Aha. 4 millionga berilgan. Bu yerda hozir Qo'chqor yo'q, hammasi so'liq, ha? Hammasi so'liq ekan, akalar. 6 tasini 5 dan qildi. Chiroyli ekan jonivor lekin bori. Dumbalari ham tik dumba. 2 oy, 3 oy agar yaxshilab boqib turib Qo'chqorga qo'shadigan bo'lsangiz, bolani zo'r belab olasiz. Abi sentabr to'ppa to'g'ri. Hozirda masalan olib borib Qo'chqorga qo'shib qo'ymasangiz bo'ldi. Alohida o'zini boqadigan bo'lsangiz, yaxshi katta bo'ladi. Nomer ayting. 91lik. 91 688 688 9281. 9281. Ha? Telefon qilsa kelishaman. Manzil qayerda? Qo'shtegirman, Bag'dod. Bag'dod Qo'shtegirmon narxlarni kelishtirib berasiz. Kelishamiz. Telefon qilsa. Yana telefon qiladigan bo'lsa, sal baland aytib bekor qochirmaydi, lekin yaxshi. Xudolarga tavsiya qilaman, bozorda eng oldi qo'ylari. Hammasini dumbalari jamunaqa yotiq pastga osilib ketgan dumba emas, yarichkalar. Akalar, mavlada ham agar junini olib qo'yadigan bo'lsa, juda chiroyli qo'y bo'ladi bular. Faqat junini olishmoq xolos. Junini olib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi ham o'zi bo'yindan boshlab to'kilishni boshlabdi. Ular o'zi tulab, junlari tushibdi akalar. Ha, chiroyli qo'ylar ekan lekin. Akalar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, bozorda eng oldi qo'ylari bo'lib turibdi. Aka nech pul bo'pti bu? Qisirmi yo bo'g'ozmi? 4 oylik a, 22,5 million 4 oylik bo'g'oz ekan. Akalar, tashqariga ham chiqib oldik. Sotilgan mol qo'ylardi. Aralashiga narxini so'raymiz endi. Novasi nech pul bo'ldi aka? 20 million 200 ming so'm. Zo'r, barakasini bersin. 20 million 200 ming so'mga qo'ylari biri 10 dan baland ekan. Qo'chqor narxini so'raylik. Qo'chqor nech pul bo'ldi uka? 6? 6 million so'm bo'pti. Rosa to'ydirib olib chiqishdi o'zi ham. Qonini chiqqanini qarang. Bo'ylari 75 dan balandroq. Bozorga endi kelyapti shekilli bular. Bozorga endi kelyapti. To'rtta Qo'chqor. Barakasini bersin. Sekin. Aka novasi nech pul bo'ldi? 18 million so'm bo'pti. Qimmatligini qarang. Jonivor, barakasini bersin endi. Aka xunaji nech pul bo'ldi? 11,5 ha. Bo'ylari 1.5 ga yaqin, 11 million 500 ming so'mga xunajim bo'pti. Hali qishki junlarni ham to'kkani isbot qilmabdi lekin. Ariqroq variantidan ekan. Aka nech pul bo'ldi bu? 6 milliongacha. 6 million so'mgacha bo'pti. Qisir variantlaridan ekan. Bittasi ena bola, qolgan hammasi qisir. Qassob pop ekan. 4,5 million so'mdan 6 million so'mgacha. Qisir hammasi akalar. Bitta mana uni sheriga hozir ichkariga kirib ketib qoldi. Ular ena bola ekan. Barakasini bersin. Aka nech pul bo'ldi? 4 million 8 qisir a? 4 million 800 ming so'mga qisir bo'ylari. 55 cm ga yaqin bo'yi past ekan, ammo semiz ekan. Aka nech pul bo'ldi? 5,5 Qo'chqor, 5 million 500 ming so'm Qo'chqor ekan. Semizligi joyida, zo'r ekan. Aka nech pul bo'ldi? 18 million 100 ming. Qisir a? 18 million 100 ming so'm, 8 suti bor qisir. Ena bola nech pul bo'ldi aka? 28 million 500 ming so'm. Zo'r, barakasini bersin. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin ekan. 8 ta 10 ta suti bor, xudo xolasa. Aka nech pul bo'ldi? 23,5 bo'g'ozmi? Ya novvos ekan bu, pichima ekanda, pichima. Orqasidan ko'rinmadi aka. Novvos ekan, pichima novvos ekan aka. Tagida ham yo'q, orqasida ham yo'q, yo'qotib yuborishibdi. Aka xunaji nech pul bo'ldi? 12 million 500 ming so'mga xunajim bo'ylari 1.5 ga yaqin, ariqroq variantidan ekan. Novvos parod qildi ama. Aka nech pul bo'ldi? 17 qisir a? 17 million so'mga qisir bo'pti. Tog'a nech pul bo'ldi? Nech puldan bo'ldi? 12 bo'pti. Jupiga 12 million so'm jupiga, bittasi kattaroq, bittasi kichikroq variantidan. 7 ga
5 ta endi. 36 million so'mga ena bola. Bolasi novoscha ekan. Bolasi novoscha. Nechta sutga berishdi xudo xolasa? 10 ta sutga berishdi. 15 ta, 10 ta olaveringlar. 10 ta olavering. 5 ta razницasi bilan aytishdi. Novos necha pul bo'ldi aka? 24 million so'mga novos. Bo'ylari 1.20 dan baland. Jonivar, barakasini bersin. Ehtiyot bo'ylar. Ertalab qorong'ida yuklashganda. Qancha bor? Endi so'raymiz-da. Hojiva necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi puli? 20 million 600 ellik. Qisira bu, yo bo'g'ozmi? Qisira? Qisir ekan akalar, qisir. Semizligi joyida, zo'r. Hammada hozir pul bor, sotuvlar, savdolar zo'r bo'lyapti. Necha pul bo'ldi bu? Buna. 13 million 400 ha? 13 million 400 ming so'm. Golstein frizga chatishgan shekilli. Golstein friz toza emas, ammo chatishgan. Qo'chqorcha necha pul bo'ldi? 3 million 600 ming so'm, zo'r. Oq qo'chqorim bor edi. 3 million 600 ming so'mga. Bog'on necha pul bo'ldi bu? 16 million. 16 million so'm. Bu zo'r. Bo'ylari 1.15 ga yaqin. 16 million so'mga xunajin. Zo'r bo'pti, barakasini bersin. Hojiva novos necha pul bo'ldi? 15 million 300 ming so'mdan qaytibdi akalar. Sotilmabdi. 15 u 3 ga 15 u 3 ga olib beraman aka. Bo'ldi, nomer ayting. 90lik. 90lik 855 855 5195. 5195. Omon novos zo'r lekin 15 million 300 ming so'mga kimdir narxni ushlab olganda turib narx ko'tarishmaydi, lekin 16-17 lik novos, lekin orqalari ham pachka. Bo'ylari 1.5 ga yaqin ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. 17 million so'mga olishibdi. Foyda bersa sotamiz deyishyapti. Qanchaga bordi? 22 kami bor shunda aka. 22 million kami bor deyishyapti. Sotilmabdi. Bo'laveradi. Keyingi bozorlarda xudo xolasa. Mana 17 millionga olingan novos. Bo'ylari 1.5 ga yaqin. Rossiyskiga gibrid shekilli. Aka necha puldan bo'ldi? 2,5 dan. 2,5. Zo'r. 2 million 500 ming so'mdan. Video qilyapti. Pokiston. Hozir qayerda yashayapsiz bu yerda? Yangiqo'rg'onda. Pokistondan ko'chib keldingizmi? Pokistonga kelganman. Ha? Oilaviy. Simbiyoy. Zo'r. Akamiz pokistonlik ekan, 2 million 500 ming so'mdan qo'y olishibdi. Qo'y boqamiz deyishyapti endi. Pokistonda qo'ylar qimmat ekan. O'zbekistonga kelib, Yangiqo'rg'onga joylashibdi. Mana shu akamiz. Taniganlar bo'lsa bittadan like bosib o'rasizlar. Aka necha puldan qaytdi? 22,5. Qo'shilsa berib yuboramiz. Nomer ayting. 93 606 606 54 34. 54 34 ga aloqaga chiqib qolsa, ikkalasi ham xunajin 1 metrdan bo'ylari baland. 22,5 dan dedingiz-a? 22,5 dan qaytibdi, qo'shilsa berib yuborishadi. 5,5 million so'mga ena bola qo'shqor. Ena bola qo'ylarimiz. Aka novos necha pul bo'ldi? 23 million, 1.20 dan baland. Bu necha pul bo'ldi aka? 21 million. Qisirmi? Bo'g'oz 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz, 21 million so'm bo'ldi. Bo'ylari 1.25 dan baland. Akalar, bo'g'oz qisir unchalik ham bilib bo'lmayapti. Ena bola narxini so'raylikchi. Ikkam 25, 24 million 800 ming so'm. Bolasi xunajin ekan akalar. Barakasini bersin. 32 million so'm. Sizga necha pul bo'ldi? 18 million so'm. Bo'g'oz. 18 million so'mga bo'g'oz, oldidagi novos 32 million bo'libdi. Barakasini bersin, sotuvlar ko'z tegmasin, zo'r bo'lyapti. Ichkaridan chiqish zo'r, videoni to'xtatishdan hojati yo'q. Ichkaridan zo'r chiqyapti. Buzoqcha necha pul bo'ldi? 7,5 ha? Xunajin 7,5 million so'm. Bo'ylari 80 dan baland deylik. Qo'la qochib turing. Necha pul bo'ldi? Narxini bilishmas ekan. Rossiyskiy novosdi. Rossiyskiyning narxini bilishmadi. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun video qilishda davom etamiz.
Mana shu ikkala buzovcha chiqsin endi mana shular narxini so'rab qo'yaylik. Ko'chat buzovchalarga baribir shiqvosi ko'p. Necha yil bo'ldi? 15. Sizga necha yil bo'ldi? Qaytdimi? Nech bilan qaytdi? 14 million so'mdan qaytibdi. Bittasi 15 ga sotilibdi, ikkitasi 14 million so'mdan qaytibdi akalar. Hammaga rahmat.